Rahn operatsiyasi. Rahn so'zi arabcha garov, kafolat yoki band qilish degan ma'noni anglatadi. Shariatda rahn bu qarzni yoki moliyaviy majburiyatni ta'minlash uchun biror aktivni, ya'ni mulkni garovga qo'yishdir. Ya'ni qarz oluvchi mijoz qarzini to'lamasa, bank garovga qo'yilgan mulkni sotib qarzni qoplaydi. Islom banklarida rahn operatsiyasi odatda qarz, qard al-hasan yoki moliyalashtirish, murabaha, ijara bilan birga qo'llaniladi. Rahn operatsiyasi bosqichlari 5 ta bosqichdan iborat. Birinchisi, mijoz bankdan qarz yoki moliyalashtirish oladi. Ikkinchisi, mijoz garov sifatida biror mulkni, oltin, avtomobil, ko'chmas mulk, aksiyalar va boshqalarni qo'yadi. Uchinchisi, bank garov mulkni saqlaydi yoki nazorat qiladi. To'rtinchisi, mijoz qarzni to'lagach, garov unga qaytariladi. Beshinchisi, agar to'lamasa, bank garov mulkini sotadi va qarzini qoplaydi. Rahn operatsiyasining shartlari. Islom huquqiga ko'ra, rahn operatsiyasi shariat tamoyillariga mos bo'lishi shart. 5 ta tamoyili bor. Birinchisi, garov moli halol bo'lishi kerak. Masalan, spirtli ichimlik, qimor, biznesda va hokazo taqiqlangan aktivlar garov bo'la olmaydi. Ikkinchisi, garov qiymati aniq belgilanishi kerak. Uchinchisi, ribo, ya'ni foiz olinmaydi. Bank faqat garov saqlash uchun xizmat haqi olishi mumkin. To'rtinchisi, garov mulkni foydalanish huquqi mijozda qoladi, lekin egalik, tasarruf vaqtincha bankda bo'ladi. Beshinchisi, garov mulk yo'qolsa yoki zararlansa, javobgarlik shartnomada ko'rsatilgan tomon zimmasiga tushadi. Rahnning turlari bor bir qancha. Bulardan biri rahn bilan qarz shartnomasi. Mijoz qarz oladi va garov qo'yadi. Qarz to'lanmasa, bank garov mulkini realizatsiya qiladi. Rahn bilan murabaha savdo shartnomasi hisoblanadi. Bank tovarni mijozga sotadi. Mijoz to'lovni bo'lib to'laydi. Garov sifatida mulk, masalan, uy yoki mashina qo'yiladi. Rahn bilan ijara lizing shartnomasi. Mulk ijaraga beriladi, lekin to'lov kafolatli sifatida rahn belgilanadi. Rahn operatsiyasining afzalliklari: shariatga to'liq mos, ribo yo'q, moliyaviy xavfni kamaytiradi, garov bankni himoya qiladi. Mijoz uchun tezkor va soddaligi bilan qulay hisoblanadi. Kambag'al va o'rta sinf aholiga moliyaviy yordam sifatida xizmat qiladi. Mijoz bankdan foizsiz qarz, qard al-hasan oladi. Bank qarzni qaytarmaslik xavfini kamaytirish uchun mijozdan garov, rahn talab qiladi. Mijoz qarzini to'lagach, garov qaytariladi. Masalan, mijoz to'lovni vaqtida amalga oshirish uchun garov sifatida rahn beriladi. Bunga misol qilib aytishimiz mumkin. Bank avtomobilni 120 million so'mga mijozga sotadi. Mijoz 12 oyda to'laydi. Har oy 10 milliondan to'lay boshlaydi. Bank garov sifatida mijozning uyi yoki boshqa mulkini oladi. Ijara, lizing yoki ijara iqna shartnomalarida mulk bankniki, mijoz uni ijaraga oladi. Agar mijoz ijara haqqini to'lamasa, bank zarar ko'rmasligi uchun garov talab qiladi. Islomiy lombard ar-rahn tizimida. Bunda qanday bo'ladi? Mijoz shaxsiy buyum, masalan, oltinni garovga qo'yadi va unga qarshi naqd pul oladi. Mijoz qarzini qaytargach, garov qaytariladi. Bank faqat saqlash uchun xizmat haqqi oladi. Foiz, ya'ni riba yo'q hisoblanadi.
Kafolatli bitimlar yoki sud qarorlarini ta'minlash uchun ba'zi hollarda bank yoki shaxs boshqa tomonning majburiyatini bajarmasligidan sug'urta sifatida rahn talab qiladi. Masalan, kontrakt bajarilishini kafolatlash yoki ijara to'lovlarini kafolatlash, qarzdorlik yoki to'lov intizomi sust bo'lganda, agar mijoz ilgari kechiktirib to'lagan bo'lsa yoki to'lov qobiliyati past deb baholansa, bank unga faqat rahn asosida xizmat ko'rsatadi. Bu holda rahn ishonchni ta'minlash vositasi bo'ladi. Rahn berilmaydigan hollar ham mavjud. Islomiy qonunlarga ko'ra rahn quyidagi hollarda berilmaydi. Birinchisi, garovga qo'yilayotgan mol harom faoliyatdan olingan bo'lsa, spirt, qimor, foizli aktivlar va hokazolar tomonidan olingan bo'lsa. Ikkinchisi, garovga qo'yiladigan mol aniq belgilanmagan bo'lsa. Uchinchisi, garov boshqa shaxs roziligisiz qo'yilsa. To'rtinchisi, rahndan foiz yoki foyda olish maqsadida foydalanilsa, bu riba hisoblanadi. Rahn, qarz, murabaha, ijara yoki boshqa shariatga mos moliyaviy bitimlarda to'lov yoki majburiyatni kafolatlash uchun beriladi. U faqat halol, aniq va adolatli asosda tuzilgan holatlarda qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.